Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Töndə təfsili məzmunlarını diqqətinizə sunumuz. Şərq Türkistan sürgündü hökumətinin Cumhur Rəisi G'ulom Osman Əpəndining Xitaylarning mingni yuyish metodi və Xitay şovinizmi sərləvlik maqolasi Hindistan Vibes News xəbər kanalında 1 avqust e'lon qilindi. G'ulom Osman Əpəndi Twitter'dagi əgəş küçüsü 2555-dən aşılan Hindistanның dаңlıq Vibes News xəbər kanalında izchil turda maqola e'lon qilib, Xitaylarning chekidan oshgan razil abdi bashirisini aytib tashlash orqali insoniyat dunyosini Xitoyning ziyonkashligidan ogohlantirsa, yana bir tarafdan Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz mustamlaka qilgandan keyin Sharq Turkiston xalqiga yurgizib kelayotgan zulmini bayon qilib, Sharq Turkiston davosining xalqaralashış qadamini ilgari surib kelmoqda. Xitoylarning mingni yuyish metodi va Xitoy shovinizmi. Bu maqolaga shundoq mavzu qo'ydim. Ammo rostini desam, Xitoylarning mingni yuyish metodi zodi qandoq? Uning ishlash prinsipi qandoq? Aniq aytib bera olmayman. Ammo odamni o'ylantiradigan ba'zi alohidliklarni ko'rib his qilib tursam-mu, aniq yo'ritib bera olmayman. Bunda mana shu g'alati taraflari haqida ba'zi misol va o'xshatishlarni diqqatingizga sunaman. Mingni yuyish yangi bir hukm. Balkim bu 2-Dünya urushidan keyin siyosiy qurilmalar yoki ba'zi davlat halqagan guruhlar tarafidan planlab chiqilgan va yo'lga qo'yilgan bir ish bo'lishi mumkin. Ammo Xitoylarda bu ishning yangi bir ish emasligini tarixiy voqealardan ko'rish mumkin. Masalan, Xitoy tarixidagi eng gullangan sulolalarning podshoh jamiyati Xitoy emasligi ma'lum. Sababi Xitoylar sadichin seplarni so'qibmi, boshqa millatlarning tajovuzlarini to'sib bo'lolmay, ularga nima talabingiz bor? Agar talabingiz bizni bo'ysundirib podshoh bo'lish bo'lsa, keling, podshoh bo'ling deb taklif bilan podshoh qilib, bu urush yig'iliqlardan vaqtliq bo'lsa-mu qutulganligi zikr qilindi. Masalan, eng gullangan davrlardan biri bo'lgan Tang davrining qurg'uvchisi Li Shiminning Xitoy emasligini Xitoylar o'zlari yaqingacha e'tirof qilishadi. Anlasam əmdi inkar qilishga boshlabdimiz. Ammo ularning oqibati ko'rinib turganidek, sepi o'zidan xitoylashib ketib bo'lgan. Buni hammamiz bilamiz. Bugungi realligimizni aytsak, balkim bu texmi ro'shan bo'lishi mumkin. Buning uchun bir oz selishtirma qilaylik. Boshqa millatlarning mustamlaka tarixiga qaraydigan bo'lsak, mustamlaka ellarning mustaqillik harakatini uyushtirgan liderlari, dahillari hamon mustamlikachilarning maktablarida o'qib yetishganligini ko'ramiz. Vyetnamning Ho Chi Minh Damsiz, Pokistonning Muhammad Ali Jinnah, hatto Chechenistonning Javhar Dodayevga qadar Yevropa mustamlakachilariga qarshi kurash qilgan mustamlaka ellarning liderlarini Yevropaliklar yetishtirganligi kishini ajablantirdi. Endi bu holni Xitoylarda tasavvur qilg'ilimi bo'lmaydi. Xitoylar ikkinchi qitimliq istilasini tamomlagan 1878-yildan keyin bir turkum Sharq Turkistonliklarni majburiy turda Xitoycha o'qitib, hokimiyat ishlarida tarjimon qilib ishlatishni yo'lga qo'ygan. Xitoychada o'qiydiganlar ilgari Xitoylarga qarshi kurashlarda botirlik ko'rsatgan qahramonlarning avlodlari, qo'zg'olon liderlarining avlodlarini asos qilgan bo'lib, qarshilik ruhidagi jamiyatlarning keyingi avlodlaridan Xitoyparastlarni borliqqa keltirib, ro'yijatdan barbod qilish, umidsizlikka patirish maqsad qilinadi. Taki shundan bugunga qadar bo'lgan tariximizda Xitoy maktablarida o'qigan Sharq Turkistonliklardan buyuk olimlar va boshqa soha cho'lponlari yetishib chiqqan bo'lsa-mu, ularning hammasi o'zining milliy kimligini tamoman unutgan. Hatto milliy kimligidan nomus qiladigan, tanadigan darajadagi Xitoy malaylari bo'lib aynib ketganligini, hatto ba'zilarining ismlarini Xitoycha o'zgartirib olganligini ko'ramiz. Shundoq bo'lishiga qaramay, Xitoylarning bularga qanday usul qo'llanganligini bilolmaymiz. Bu umumiy Xitoy milliy ro'yidagi boshqa har qanday millatni odam qatorida ko'maydigan o'zlariga xos shovinistlikning besimidan bo'lganmi yoki bir xil do'risi bormi? Bu ta'ddi gap. Xitoylardagi to'g'mi kengayimcha xarakter, alohida shovinistlik milliy alohidlikdimi yoki o'zlari e'tirof qilganidek vijdon va adolat tuyg'usining kamligidanmi? Aytavur, Xitoy ommasi mustamlaka millatlar masalasida har zaman hukumati bilan o'xshash fikrda ekanligimi kishini ajablantirdi. Buni chet ellik ba'zi tadqiqotchilar kommunistlarning axborot qamalidan, birla xil kommunist tashviqotdan anglaganlikdan, erkin fikrlarga uchrashish fursati bo'lmaganlikdan deb xulosalashga tirishib kelayotgan bo'lsa-mu, Xitoylar bilan aralashib yashab, kechmishimizdan tushunganlarimiz dal buning aksicha. Masalan, natsistlar davrida Germaniyada axborot qamal qilingan. Birla xil tashviqot natsist tashviqotlar bor edi.
erkin dunyoning erkin fikri bilan uchrashishga yo'l qo'yilmaydi. Natijada Germaniya xalqi natsizmni go'yo bir haqiqat sifatida qabul qiladigan, qatliamlarni yo'lliq, bo'lmasa bo'lmaydigan bir ishda qabul qiladigan holga kelgan edi. Bu taraflardan Xitoylar natsistlarga o'xshaydigandek qilsa-mu, lekin kommunistlardan burungi hukumatlar davridimi erkin dunyo demokratik ellarda yashayotgan taqdirdami o'xshashlar Xitoy hokimiyatlarining besilingan millatlar ustida ilib berayotgan qatliamlarni yo'lliq harakat, bir zaruriyat sifatida ko'rib kelayotganligi Xitoylarning hech qanday bir inson tipiga o'xshamaydiganligini dalolatlaydi. Masalan, yaqinqi kunlarda ba'zi davlatlar Sharq Turkistonda Xitoylarning qatliam yurgizayotganligini qabul qilyotdi. Shularning ichidagi biri Gollandiya bo'lib, Gollandiya parlamenti Sharq Turkistonda ilib berilayotgan insoniyatsiz ijroatlarni qatliam deb to'nigan uchun Gollandiyadagi 54 Xitoy tashkiloti o'rtaq bayonot e'lon qilib, Gollandiya parlamentining qaroriga qarshi chiqdi. Bu yerda ikki nuqta diqqatni tortadi. Biri, asli bir-birlari bilan kelisholmaydigan. Shuning uchunmi 54 ayrim tashkilotga bo'lingan Xitoylarning Xitoy milliy siyosati masalasida hech qanday o'xshamagan qarashda bo'ladiganlari chiqmay, birdeklikka kelishib, bu jihatga hayron qolarlik o'xshashligi. Yana biri erkin demokratik bir elda yashayotgan bo'lishiga qaramay, yanada Xitoycha kalla bilan tanishidir. Bu tashkilotlangan Xitoylarning ko'pchiligi haqida Xitoy hukumati yetarli pul bilan erkin davlatlarning yuchuqlaridan foydalanib, parlamentlarda tarafdor yaratish, tarafdorlarni ko'paytirish va boshqa shuningdek vazifalar uchun lobbichilik faoliyati qilib, Xitoy davlatining manfaatlari uchun ishlashga avatilgan degan qanoat og'ir salmoqda mavjud. Yuqorqi zikri ketgan Gollandiyadagi ahvollar bu farazning haqiqatga yaqinligini yana bir tarafdan isbotlaydi. Hatto o'zlarini kommunistlarga qarshi demokratcha deb sifatlaydigan muxolif Xitoy partiyalari Amerikadagi bir elda turib, Xitoy qatliamini padazlab, kamplarni bir zaruriyat, haqli harakat deb sifatlamoqda. Bulardanmi bu atalmış kommunist muxoliflari atalgan demokratcha Xitoylarning aslida Xitoy hukumati tarafidan avatilgan faoliyatchilar bo'lishi haqida gumon tug'dirdi. Sharq Turkistondagi qatliamni qabul qiluvchi davlatlardan yana biri Kanada bo'lib, Kanada senatorlaridan biri bo'lmish bir Xitoy Hu Wenbao bu qarorga qarshi tirajab qabul bo'lmasligi yo'lida qo'lidan kelgan to'sqinlikni qilgan. Uning ko'rsatgan sabablari Xitoy hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkilotida turishliq vakilining deganlari bilan birma-bir o'xshashligi hayron qolarliqdir. Yana bu kishini o'yga soladigan bu Xitoyning Singapurlik ko'chman ekanligi. Shu holdami ana Xitoyning manfaati uchun jon tikayotganligidir. Bulardan yana shuni ko'rib olamizki, Xitoylar har qanday davr, har qanday sistemada yanada o'xshash. Xitoy bo'lmagan qo'shni ellarni qirg'in qilish Xitoylarning tushunchisida yo'lliq harakatdir. Buni yana bugungi ommaviy turbatdagi yozishmalarda Xitoy ommasining yozayotgan aql qabul qiluvsiz vahshiylikka rag'bat, vahshiylikni madiyalash tipidagi inkoslardan ko'rish mumkin. Ularning ichidan bu qatliamlarga hissdoshlik qilganlar chiqmaganning ustiga qirib etish kerak. Qirib tugitayotganlar mangulik tinchlikqa erishimiz. Erlarni o'ldirib, ayollarni didak qilish kerak degandek vahshiylikka targ'ibotni ko'rib turmoqdamiz. Bularni dunyo jamoatchiligi diqqatda tutishi lozim. Xitoy kengaymichiligi boshqa har qanday tajovuzchiniki bilan farqli bir kengaymichilik bo'lib, Xitoylar zaminingizni istilo qilish bilan cheklanmaydi, ruhingizni ishg'ol qiladi. Nayta afsuski, bugun dunyo Xitoylarning niyatidan g'aflatda. Ozg'ina moddiy manfaat uchun yo'lvosini taqqa qo'yib o'tishdek xatoni o'tkazmoqda. Biz badalining bekmi og'ir bo'lishidan ansiraymiz. Forbes xabar kanalida Uyg'urlarning advokatlari Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga dalil isbotlarni topshirgan ahvol ostidami qaytarib o'tish davom qilmoqda sarlavlik bir maqola e'lon qilindi. Maqolada mundaq deyiladi: Sharq Turkiston surgundi hukumati va Sharq Turkiston milliy uyg'onish tashkilotining advokatlari 2021 yil 6-oyda Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining taftish amaldoriga texnik ko'p dalil isbotlarni topshirib, Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qarshi elib berilayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi turish jinoyati uchun Xitoyning yuqori darajalik rahbarlariga qarata tekshirish elib berishni talab qildi. Jinoiy ishlar sud mahkamasiga 2020 yil 12-oyning 14-kuni dastlabki dalil isbotlar topshirilganda sud Xitoyni jazolash uchun dalil isbotlarning yetarli bo'lmaganligini aytgan edi. Xitoy Rim nizomnomasiga imzo qo'ygan davlat emas. Territoriyalik tavalligi tufaylidan Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi Xitoyni sudga tortolmaydi. Bu masalada Berma masalasida qo'llanilgan usul asos qilingan.
Jinoiy qilmishning bir qismi Rim qonuniga qatnashgan davlat tavalligida yuz bergan. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga yo'llangan yangi isbotlar Tojikistondagi Uyg'urlarning Xitoy kuchlari tomonidan Sharq Turkistonga qaytarilganligi, to'planganligi va tarqitib o'tilganligi, yo'qolib ketganligini isbotlaydigan faktlarni o'z ichiga oladi. Advokatlarning aytganidek, Xitoy doiralari Tojikistonga bevosita aralashgan. Xabar qilinishicha, to'plangan dalil isbotlarga asoslanganda o'tgan 10 yildan 15 yilgacha bo'lgan aralıqda Tojikistondagi Uyg'urlarning soni 3000 nafardan 100 nafarga tushib qolgan. Bo'libmi 2016 yildan 2018 yillargacha bo'lgan aralıqda azayish nisbati ko'rinarli yuqori bo'lgan. Angliya Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarning inson huquqlarini qo'g'dashda dunyoga rahbarlik qilganligida ching turadiganligini, dunyodagi davlatlarni izchil turda asosiy huquqqa daxl taruz qilish xavfiga duch keladigan joylarga majburiy qaytarib o'tmaslik majburiyatini ado qilishga izchil chaqiriq qilganligini aytdi. Angliya diplomatlari Xitoyga qaytarilish xavfiga duch kelgan Uyg'urlarga soyibxonlik qilayotgan hukumatlar bilan qo'yiq aralashib o'tdi. Dalil isbotlar xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga topshirilib, Tojikistondagi ahvolni tekshirish talab qilingandan keyin yana bir o'xshaydigan voqea yuz berdi. Xalqaro soqchi tashkiloti Xitoyning terrorchini tutish signalini topshirgandan keyin chet elda panohlanayotgan Uyg'ur İdris Hasan Marokashda xalqaro soqchi tashkiloti tomonidan tutqun qilinib, Xitoyga qaytarilish xavfiga duch keldi. Xitoyga majburiy qaytarilgandan keyin chekidan oshgan zulmga duch kelishida qanchami shak yo'q. Xitoy yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni hozirgacha inkor qilib kelyotidi. Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasi boshqarish huquqini e'tirof qilamdi yoki qilmamdi, bu hozir aniq emas. Yanada tekshirib bag'lash talab qilindi. Sharq Turkiston surgundi hukumati Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasiga a'zo Kanada, Gollandiya, Angliya, Litva, Chex va Belgiya qatorliq 6 davlat parlamentlarining Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga qaratgan vahshiylikni irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Biz Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasining bosh taftishi Karimxonning tezdan Xalqaro jinoiy ishlar sudining Uyg'ur qirg'inchiligi ustidan tekshirishni boshlatishiga rahbarlik qilishni talab qilamiz dedi. Hurmatli ko'ruvchilar, xabarlarimizni ko'rganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.